Assalomu alaykum. Bugun grippni tezroq tuzatish uchun ba'zi tavsiyalarni berib o'tamiz. Xo'p, grippda birinchi beradigan tavsiyamiz dam olish va organizmni qo'llab-quvvatlash. Xo'p, dam olishga to'xtaladigan bo'lsak, organizmda virus bilan kurashish uchun energiyaga ehtiyoj sezadi. Dam olganimizda energiya bizda zaxira holda qoladi yoki bizda o'sha ba'zi organlarning ishlash faoliyati susayib, bizning o'sha grippga qarshi kurasha olish kuchimiz oshadi. Shuning uchun dam olishni ko'proq maslahat beryapti. Xo'p, yaxshi uxlash. Immun tizimi kuchli bo'lishi uchun yaxshi uxlash kerak. Keyingi maslahatimiz suv balansini saqlash. Ko'p suyuqlik iste'mol qilish kerak. Suv, choy, sho'rva, mevali sharbatlar, suyuq mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Bu yerda asosiy narsani ta'kidlab o'tish kerak. Suv, choy, sho'rva va suyuq mahsulotlar asosan hujayrani suv bilan bo'ktirtishga bag'ishlanadi. Ya'ni hujayra qanchalik suvga to'yinsa, hujayra qanchalik suv ko'p bo'lsa hujayrada, o'sha gripp virusining chiqib ketishi shunchalik oson bo'ladi. Bilamiz, gripp bu virusli kasallik, bu bakterial kasallik emas. Virusli kasalliklarni har doim immun sistema orqali yengamiz. Immun sistema viruslarni davosi yo'q. Ya'ni viruslarni qanaqadir virusga qarshi dori yo'li topilmagan. Shuning uchun ba'zi dori vositalar bizning immunitet sistemamizni oshirib beradi. Shu bizning immunitetimiz o'sha virusga qarshi kurashadi keyin. Xuddi shunday gripp virusi boshqa viruslardan farqli ravishda tez-tez yangilanib turadi. Shuning uchun odam tez-tez grippga chalinishi mumkin. Masalan, kuzda grippga chalinib davolangandan keyin, o'sha davo topgandan keyin, shifo topib ketgandan keyin bahorda yana grippga chalinishi mumkin. Sababi kuzdagi immunitetimiz bahordagi o'sha gripp virusiga qarshi kurasha olmay qoladi, chunki o'zining shaklini, genomini o'zgartirgan bo'ladi. Shuning uchun grippga qarshi immunitet yuqori bo'lsa, grippga chalinish ehtimoli pasayadi. Issiq zanjabil yoki limonli choy yutug'ingizni yumshatadi va immunitet sistemangizni mustahkamlaydi. Bu sal noto'g'ri yozilib ketibdi, uzr. Immunitet sistemani mustahkamlaydi. Bu zanjabil va limon choy bu C vitaminini, ya'ni C vitamini biz askorbiksida deyiladi. Askorbiksida ishtahamizni oshiradi, ham immunitetimizni oshirib berar ekan. Virus shunday bir mikroorganizmki, viruslar suvda yasha olmaydi. Virus o'sha suyuqlik muhitida qochishga harakat qiladi. Qanchalik ko'p suyuqlik iste'mol qiladigan bo'lsak, shunchalik virus bizni tark etadi tezroq. Shuning uchun suv, choy, suyuq mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Uchinchi maslahatimiz tana haroratini nazorat qilish kerak. Xo'p, agar tana harorati 38 gradusdan yuqori bo'lsa, uni tushirish kerak. Endi bilamiz, hammaga ma'lum, paracetamol yoki ibuprofen kabi dori vositalarimiz bor. Mana shular orqali isitmani tushirishga harakat qilamiz. Issiq kiyim kiying, lekin ortiqcha o'ranmang deyapti. Issiq kiyim bizda ichki harorat va tashqi harorat o'rtasidagi farqni kamaytirishga yordam beradi. Bilamiz, isitma nima uchun ko'tariladi? Isitma bizda bosh miyamizda o'sha termoregulyatsiya markazi bor, o'sha gipofizda, to'g'ri, gipotalamusda. O'sha markazlarida o'sha tashqi muhitga nisbatan ichki organizmimiz masalan 36,6 gradus bo'lsa, 36,6, 37 gradus deyiladi o'rtacha. Mana shu gradus o'rtasida farq oshib ketadigan bo'lsa, bizda tashqi muhitga nisbatan bizning issiqlikni sezish yoki issiqlikni analiz qilish tizimimiz buziladi. O'sha virus pirogenlari bizning o'sha gipotalamusdagi, miyamizdagi harorat markazlarini ta'sirlab ishini biroz ishdan chiqaradi. Shuning evaziga bizda 36,6 gradusli tanamiz issiqligi past deb qabul qiladi o'zining issiqligini. Shuning uchun temperaturani maksimal ko'tarishga harakat qiladi. Masalan, 38-39 gradusgacha ko'tarishga harakat qiladi. Aslida unaqa emas, 36,6 organizm uchun norma, lekin grippga yoki bir infeksion kasalliklarga chalinganimizda o'sha bizning miyamizda joylashgan termoregulyatsiya markazlari, ya'ni isitmani boshqaruvchi markazlar, ichki issiqlikni amalga oshiruvchi markazlarimiz ishi sal ishdan chiqadi. 36,6 ni past deb o'ylaydi. Keyin 38 ga ko'taradi maksimal. Shuning uchun yuqori temperaturadan saqlanishimiz kerak. Odam organizmi 36,6 gradusda o'sha
komfort his qiladi o'zini. Harorat 39 gradusdan oshsa yoki uzoq vaqt pasaymasa shifokorga murojaat qilish kerak. Bularning tavsiyalarimizni barchasi uyda amalga oshirishlaringiz uchun 39 dan oshyaptimi, demak qo'shimcha infeksiya qo'shilgan bo'lishi mumkin yoki bir muammo jiddiylashgan bo'lishi mumkin. Paracetamol yoki ibuprofen ham chiromay qiladi bunaqa isitmani. 4-chi maslahatimiz burun va tomoqni yuvish. Tuzli eritmalar bilan burunni chayish. Dorixonadan tayyor eritma yoki uyda tuz va suv aralashmasi. Xo'p, dorixonadagini maslahat berardim. Endi uyda ham tayyorlasa bo'ladi. Dorixonadagi 0.9% o'sha fiziologik eritmalar mavjud. O'shalar orqali tomoq va burunni chayib turish bizni o'sha nafas sistemamizda yoki tomog'imizdagi o'sha infeksiya o'choqlarini ta'sir qilishga yordam berar ekan. Iliq sho'r suv bilan tomoqni chayish, sho'r suv bilan yoki og'riqni kamaytiradi yoki infeksiyani yengillashtiradi. Bilamiz, sho'r muhit bu yashash sharoiti qiyin yoki yashab bo'lmaydigan sharoit hisoblanadi organizmlar uchun. Albatta viruslar uchun ham yashash noqulay sharoit hisoblanadi tuzli suv. Xo'p, vitamin va foydali mahsulotlar iste'mol qilish. C vitamini yuqorida aytdik, limon, apelsin, kivi, it burun choyi deyilibdi. Xo'p, bu mahsulotlar topsa bo'ladi. C vitamini bevosita iste'mol qilish ham mumkin. Ascorbic-sitan dori sifatida va S vitamini va tabiiy antioksidantlar Antioksidant nima degani? Zararli oksidlovchilar bo'ladi organizmda o'shalarga qarshi. Xo'p, sarimsoq, piyoz, asal, mumu kabilar bu antioksidantlar hisoblanadi. Tabiiy issiq ichimliklar, asal va limon qo'shilgan choy, malina yoki yalpiz damlamasi. Bular hammasi grippni yengishga yordam beradi ekan mahsulotlar, bu tavsiyalar. Grippni o'zini faqatgina immunitetimiz yengadi. Immun sistema, immunitet grippni yengadi. Ya'ni gripp bu virus. Virusga faqat immunitet kurashishi mumkin. Boshqa virusning davosi topilmagan. Faqat ichadigan dorilarimiz ham, qabul qiladigan mahsulotlarimiz ham hammasi bizni yordam beruvchi vosita xolos. Nafas olishni yengillashtirish debdi. Xo'p, nam havo, namlagich yoki qo'l sochiq bilan osib qo'yish. Bilamiz, nam havo kislorodni yaxshi o'tkazadi. Shuning uchun nam havoda ko'proq nafas olishni yengillashtirish kerak, deyapti. Shu namlagich yoki qo'l sochiq osib qo'yish. Qanchalik havo nafas olishimiz qulay bo'lsa, shunchalik bizda energiyaga to'lishimiz yoki o'zimizni yaxshi qilishimiz osonlashadi. Burunga evkalipt yoki mentol moyi surish deyapti yoki bug'li ingalyatsiya qilish. Buni ingalyatsiya qilish juda ko'pchilik biladi. Endi evkalipt va mentol moyi deyilibdi bizni prezentatsiyamizda. Bundan tashqari o'zimiz dori vositalarimizdan o'sha natriy xlor va hokazo ingalyatsiya qilish mumkin. Nima qilish kerak emas? Nima qilmaslik kerak? Xo'p, antibiotiklar ichish. Gripp virusli kasallik bo'lib, antibiotiklar faqat bakterial infeksiyalarga yordam beradi. Bu qisman to'g'ri deyishimiz mumkin bu joyini. Xo'p, antibiotiklarni qachon ichiladi antibiotiklar? Antibiotik mana virusli infeksiyada immunitetimiz band bo'lib qoladi, ya'ni immunitet chalg'iydi. O'sha paytda qo'shimcha bakterial infeksiyalar, masalan tomoq, burun infeksiyalari qo'shilishi mumkin. Yangi infeksiya qo'shilishi mumkin. Biz gripp bilan chalg'ib turgan paytimizda yangi infeksiyalar bizga o'tishi mumkin. Ana o'shalar uchun biz ko'pincha azitromitsin, ciprofloxacin kabi dori vositalarini qabul qilamiz. Bu grippni davolamaydi. Gripp bizning organizmimiz grippga chalg'ib turgan paytda boshqa infeksiyaga, shu bakterial infeksiyaga qarshi bu. Haddan tashqari issiq kiyinish yoki o'ranish tana haroratini oshirishi mumkin. Tana haroratini tashqi tomonga oshirib qo'yishimiz mumkin yoki terlab o'sha yana organizmda o'sha issiqlik yo'qotilishi evaziga yana sovqotishga olib kelishi mumkin. Xo'p, gazli ichimliklar, spirtli ichimliklar ichish organizmni suvsizlantirish, immunitetni zaiflashtiradi. Albatta, gazli ichimliklar, spirtli ichimliklar mumkin emas. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? 3-4 kundan ortiq tushmasa yoki 39 gradusdan yuqori bo'lsa, nafas olish qiyinlashsa, ko'krak qafasida og'riq va kuchli yo'tal paydo bo'lsa, juda kuchli bosh og'rig'i yoki hushyorlik pasaysa. Salomat bo'linglar azizlar. Bugungi videomiz grippni davolashga yordam berish haqida edi.